onasi bugun bozor zo'r bo'ldi, ha? Bugun savdo zo'r bo'lganiga bolalar tayinlab bugun aylantirib kelaman. Ancha bo'pti sizlarni aylantirib kelganimga. Bolalar ham xursand bo'lib qoladi. Ha, bilaman, sen ichingdan pishgansan, atayna so'radim-da. Unutilib ketgan sinfdoshimiz kelyaptilar-ku. Abdurashidni hozir qarab tur, xotinni oldi boplaymizmi? Oshnalar tuzimsizlar? Ha, Abdurashid sinfdoshlaga ham qo'shilmay qo'yding. Qayda qo'shiladi? O'zi topgan oilasidan ortmayotgan bo'lsa. To'g'ri, topgan o'zi 1-2 so'm bo'lsa, o'zi xotiniga ham ming rahmat buni erqib yurganiga. Kelin, sizga ham hayronman-da. Shu eringiz bilan teppa-teng ishlaysiz, teppa-teng mehnat qilasiz. Nima ro'shnolik ko'rdingiz? Shunga ham gapirasanmi? Sen bilan biz xotinlarimiz uyda o'tiradi. Chunki biz erkakmiz. Ko'chada pul topib kelamiz. Bo'pti, qo'yaveringlar, bu ham erkak bo'lib qolar. Buni erkak bo'lishga ishonmayman-da men. Dadasi qo'ying. Dadasi to'xtang-da. Bilaman, hozir nafsoniyatingizga tegadigan juda og'ir gaplar bo'ldi. Dadasi o'ylamang. Bularni gapini eshitib, sizga bo'lgan ishonchim hech ham yo'qolgan yo'q. Siz bilan biz kechasi bilan mehnat qilib, bozorga chiqib somsa sotganimiz bilan oilamiz tinch-ku. Farzandlarimiz sog'lom, xursand. Axir shu-ku bizni boyligimiz, baxtimiz. Bizga ham Alloh berib qolar, dadasi. Qo'ying, shularni gapiga siqilasizmi? Shular sizga do'st bo'lsa shunday dermidi?